Bismillah. Judayam mazali. Qizimga gapib bor edim. Больше не могу deb. Haqiqatda judayam mazali. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan qorinni shunchaki to'ydirish uchun osh, kundalik lag'mon, shashliklarni yeb emas, aynan ovqatga nisbatan retseptorlari judayam yuqori bo'lgan, ovqatlarni judayam tanlab yeydigan insonlar uchun Toshkent Cityda joylashgan Iconic kafe butikini obzor qilamiz. Qani ketdik. Kafega kirishingizda shunaqa menyularni ham tashqariga qo'yib qo'yishgan. Bu yerga kirishdan oldin уже ko'rasiz, bu kafeda qanaqa ovqatlar, qanaqa mahsulotlar borligini, shirinliklar borligini bilib, agar sizga yoqsa, bu menyudagi ovqat mahsulotlar va ayniqsa narxi yoqadigan bo'lsa, bemalol kirib ovqatlarga baho bersangiz bo'ladi. Va kiraverishda tashqarida shunaqa chiroyli joylari bor o'tirishga. Hozir yanvar, sovuq kunlar, lekin sovuq havo bo'lishiga qaramasdan shunaqa qalin bo'lmagan kurtkalarni kiyib olib, hattoki kurtkalaringizni ham yechib, pletlarda o'ranib, issiqqina ablipixi choylarni yoki ovqatlarni bemalol tashqarida ham yesangiz bo'ladi. Ayniqsa agar kechki payt keladigan bo'lsangiz, tashqarida o'tirishingizni tavsiya qilaman, chunki umuman boshqacha vibe bo'ladi. Birinchidan, mana bu hamma svetlar yonadi. Va bundan tashqari bu yoq tarafda bu uголокка aytmasam bo'lmaydi. Hamma joylari svetlari yonadi, archalar judayam chiroyli bo'ladi va bundan tashqari bu yoqda o'tiradigan bo'lsangiz, orqada bu yoqda Hilton, hamma joylar Toshkent City Mall'da hammasi svetlari yonadi. Judayam chiroyli atmosfera bo'ladi. Ana endi keling, ichkariga kirib, to'liq kafeni obzorini qilamiz. Ichkariga kirishingiz bilan ust kiyimlaringizni chetga osib qo'yasiz. Aytib o'tay, ichkari juda issiq ekan. Menimcha norma haroratdan ham yuqori. Shuning uchun tashqari ming sovuq bo'lgani bilan, tashqarida hattoki qor yog'ayotgan bo'lsa ham, ichingizdan yupqaroq kiyinib keling, chunki agar bu yoq kafega keladigan bo'lsangiz, aniq isib ketasiz. Agar mendagi qalin kiyinib keladigan bo'lsangiz. Kirishimiz bilan shunaqangi chiroyli qilib qurilgan ekan. Patologdan tortib lyustralargacha hammasi judayam did bilan qurilgan. Bu kafega kirganingizdan keyin o'zingizni Yevropaga tushib qolgandek his qilasiz, ayniqsa Italiyaga. Va bu kafedagi hamma ovqatlardan tortib desertlargacha avtorskiy qilingan. Va bu Iconic kafe butikini shef-poveri mana Timur Nushtayev, bular ko'plab Yevropadagi davlatlarga borib, именно o'sha Yevropani, Italiyadagi hamma spagettilari, bundan tashqari Alfredo, bolonezelardan tortib, nonushtalarni hammasini o'qib kelganlar va hamma joydan o'qib, o'rganib, o'zlari muallifli shunaqa ovqatlarni, salatlarni kashf qilganlar. Bu yoqda ikki xil menyu bor. Bittasi ovqat salatlar uchun, nonushtalar uchun, ikkinchisi bo'lsa faqatgina desert uchun. Va bu desertlarning ham muallifi shirinliklar bo'yicha konditor Natalya Georgievna. O'zingizlar kelganingizdan keyin menyuni ochib o'qiydigan bo'lsanglar, batafsil o'zbek tilida ham, rus tilida ham va ingliz tilida ham to'liq ma'lumot berilgan. O'zingizlar tushunishingiz uchun aytib o'taman. Bu yoqdagi hamma narsa kelganingizdan keyin tayyorlanadi. Salatlar ham tayyor qilib qo'yib sizga solib berilmaydi. Salatlar ham kelganingizdan keyin spetsial maxsus siz uchun tayyorlab beriladi. Va bundan tashqari eng asosiy kulminatsion nuqtani aytadigan bo'lsam, nonushtaga keladigan bo'lsak, bu yerdagi hamma nonushtalarni siz all day, ya'ni kun davomida faqatgina shu 11 gacha, 12 gacha emas, balki kechki 8, 9 yoki tushligiga kelsangiz ham xohlagan nonushtalaringizni buyurtma qilib, joyida tayyorlatib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Endi desertlarga keladigan bo'lsak, desertlar ham bu yoqda mana medaviklar hamma joyda tayyorlanadigan emas. Podachalari ham juda ham chiroyli. Hozir zakaz qilamiz, o'zingizlar ham ko'rasizlar.
Menga eng yoqadigani bu Napoleon. Napoleonni bunaqasini ishoning, nafaqat O'zbekistonda, Toshkentda, balki butun dunyoda ham bunaqa Napoleon yo'q. Bu Napoleonni ham qanaqa yeyish usulini men sizga hozir olganimdan keyin ko'rsataman va bu Napoleonga kasal bo'lib qoladigan bo'lsangiz, juda ham mashhur bo'lgan insonlar ham mana shu yerga kelib, suv tayyorlatib, o'zligi qo'lligida yeb ketishadi. Ana endi o'zimizga qulay bo'lgan joyi tanlab va u yoqda ovqatlarni va shirinliklarni birgalikda buyurtma qilamiz. Qarang, mengacha mana bunaqa qilib bera olasizmi? Ozodkanligi, semirtirmaydigan menyularingiz bormi? Shirinliklaringiz bormi? Смотрите, Salatlaringiz, вам десерт, ichimliklar, или же hamma narsa. hamma narsa. Давайте ikki xil menyu qilamiz. Bittasi mendagi ozodkanlarga doim o'sha uglevodlardan voz kechgan, uglevodlardan uzoq bo'ladigan insonlarga demak, zеленый salatlarmi yoki shunaqa foydali detoks ichimliklarmi? Ой, конечно, девушка. И- Я не думаю, что вам нужно худеть, но ладно, я могу вам посоветовать. Смотрите, у нас есть зеленый бол, прекраснейший. Здесь все зеленое. Здесь киноа, заправленная соусом песто, спаржа, проросший маш, брокколи, шпинат, огурцы, авокадо. И все это заливается сверху соусом sweet chili. Тоже очень хороший салат для худеющих, можно сказать. Туда можем мы добавить слабосоленый лосось, курицу или же шпримп на узбекском как? Я поняла вас. Так, шпримп, креветки, да, Ага. креветки можно туда добавить. Или же салат лядан, греческий бор классический. Yana men bo'lmi? Bu ham bo'lmi? Bu Нет, salat, это bu салат с горячий. запеченными, да, с запеченными овощами. Bu горячий болада, в яда запеченная курица, запеченные овощи. Здесь два вида болгарских перца и запеченная тыква. Тоже очень Bolgarskiylariz вкусно. ham qanaqadir pishirilgan. Да, запеченный будет. Запеченный, да, ага. запеченный. И уsidan buni Souslar bilan да. shirin Просто, qilib. да. Ага. Очень-очень вкусно. И салат с креветками и апельсиновый заправкасы bo'ladi. Микс салат buyoqda krevetkalar и долька апельсина bo'ladi. Bunda апельсиновые дольки bo'ladi и апельсиновый соус bo'ladi bunda. Тоже очень хороший салат для худеющих. Unda qarang, menga bitta ovqat, bitta bowl ozodkanlarga, bitta ozodkanlarga salat, ichimlik ozodkanlarga va ozodkanlarga desert. Shu to'rtta narsani sizni vkusingizga men ishonib topshiraman. Sizni o'zingiz chiroyli qilib ozodkanlarga alohida menyu qilib berasiz. Endi kundalik hamma uchun juda ham mazali bo'lgan nonushtaga salat, albatta salat va juda ham shirin bo'lgan, menimcha Napoleonni zakaz qilaman. Napoleondan Обязательно. Napoleon va firmenniy eng zo'r kofengizdan. Фирменный энзор. Sizga sladенький bo'lsinmi кофе или же горький yoqadimi? Menga горький yoqadi. Горький yoqadi. Bo'ldi. Achchiq kofe yoqadi. Hozir men sizga soветовать qilgan narsalar все вы можете есть, аллергия narsalar yo'q. Yo'q, menda hech narsadan allergiyam yo'q. Faqatgina ozgina laktozaga sezuvchanligim bor. Ага, лактоза. Lekin glutenlarni bemalol qabul qiladi. Все хорошо, девушка. Mana Iconic kafesida firmenniy o'zini tikmenniy raf, ya'ni qovoli rafidan kofe и специально men uchun laktozaga sezuvchanligim borligi uchun laktozasiz o'simlik sutida tayyorlangan. Hozir mazasiga baho beramiz. Qarang, bu yoqda bezlaktozli, laktozasiz sutdan tikvenniy raf, ustida mana qaymoqlari aytib o'ting, qaymog'i ham spetsialni o'sha o'zligini fermaligida o'stirilgan sigirlarni sutidan olingan qaymoqda tayyorlanar ekan va mana yonidagi pechenyasini ham o'zligi tayyorlab har bitta kofeni yoniga qo'shib turib podacha qilishar ekan. Endi mazasini ko'ramiz. Mazasiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham mazali, juda ham. Anu arabikalari ham hammasi joyida. Kofeni o'zi tegizo'r ekan. Juda ham mazali.
Endi pechenyasini yeb ko'ramiz. Deserti ham deyarli shakarsiz, lekin judayam nima deydi, pritorniy emas, judayam mazali. Qancha yesangiz ham ortiqchalik qilmaydigan, joningizni tegmaydigan pechenye ekan. Mana bu kofega bo'lsa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yana qaytarib o'taman. Va bu kofeni O'zbekistonda Iconic Cafe'dan boshqa hech qayerda topa olmaysiz. Agar Iconicga keladigan bo'lsangiz, birinchi navbatda shu tekvenniy rafdan zakaz qilib ichib ko'ring va mazasiga o'zingiz mani Instagramimga yoki YouTube kanalimga kirib o'zingiz fikringizni yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham qiziq. Zo'r. Mana buyurtmalarimiz keldi va men ikki xil menyuda ovqatlarni buyurtma qildim. Birinchisi ozdiradigan, ikkinchisi bo'lsa hamma iste'mol qiladigan ovqatlardan zakaz qildim. Keling, birinchi navbatda ozdiradigan ovqatlardan, salatlardan boshlaymiz. Birinchisi bu limonli suv. Birinchi navbatda ichib oldim, bilasiz. Limonli suv ichilganda oshqozon shirali darajasi oshadi va bu bo'lsa iste'mol qilayotgan mahsulot ovqatlarimizdagi oqsilni yaxshi so'rilishiga yordam beradi. Qachonki bizda oqsil tanqisligi bo'lmaydigan bo'lsa, shuncha biza quvvatda, energiyada, defitsitliklar bo'lmasdan sochlarimiz qalin, energiya to'lib toshib yuramiz. Demak, limonli suvni ichib oldim. Undan keyin endi salatlarni iste'mol qilaman. Свежий salatlardan bizada bu yoqda zelyoniy salat bor. Zelyoniy salatni ko'radigan bo'lsak, bu yoqda avokado. Avokado bu yog' tabiatli, foydali, eng foydali yog' tabiatli mahsulot hisoblanadi. Qancha biza yog' va yog' tabiatli mahsulotlarni iste'mol qilsak, shuncha gormonlarimiz yaxshi ishlaydi. Ayniqsa jinsiy gormonlar yaxshi ishlaydi. Va biza yog'larni yemagunimizcha bizada hech qachon na ozish jarayoni bo'ladi, na gormonlarimiz yaxshi ishlaydi, na yuzlarimiz tiniq bo'lib, o't qopimizda ham yaxshi qisqarmaydi. Shu sababdan sog'lig'imizda yog' va yog' tabiatli mahsulotlarning o'rni juda ham katta. Zelyoniy salatga qaraydigan bo'lsak, avokadodan tashqari bu yoqda bodrin, shpinat, bu yoqda xohlasangiz siz bu yoqga losos ham qo'shtirsangiz bo'ladi. Lekin men tovuqni qo'shtirdim, tovuq filesidan qo'shtirdim. Bu yoqda bo'lsa mikrozelinlar, juda ham foydali bo'lgan, antioksidant bo'lgan mikrozelinlar, avokado va bu yoqda bo'lsa пророщенный mash. Mana shu foydali bo'lgan zelyoniy salatni hozir yeb birgalikda degustatsiya qilamiz. Buni ustiga yana menimcha souslar ham qo'shilgan. Ko'rinishi, bilmadim, kamera qanaqa sizga yetkazib beryapti, lekin ko'rinishi prosta estetikani Pinterestdagi rasmlarga o'xshaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi go'shtdan ham yeb ko'ramiz. Bu yoqda mana kamerani yaqinlashtiring. Bu yoqda qo'shib turib yesangiz juda ham mazali. Go'shtga ham gap yo'q. Buni hammasini qo'shib turib bo'ldi yeydigan bo'lsak, mana bulardan ham qo'shib turib. Aynan shu zelyoniy salatga men 10 dan 9 qo'ydim. Nimaga 9 qo'ydim? Ozgina menga souslari kamlik qildi. Bu endi meni fikrim. Lekin kelib yeb ko'rsangiz, balki siz 10 da 10 qo'yishingiz ham mumkin. Endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisi ikki xil ozdiradigan suyuq ovqatlar. Bu birinchisi, bu ham zelyoniy sup. Hozir men menyuni ko'rsataman. Овощной sup ekan. Tarkibida yashil sabzavotlar, sho'rva, tsukini, qovoqcha, brokkoli va silderiy.
Shularni hammasini qaynatib, tayyorlab, oxirida blenderda aralashtirilgani. Endi mazasini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Bunaqa ta'mni men yetkazib bera olmayman. Men hayotimda birinchi marta bunaqa yashil, mazali ovqat iste'mol qilyapman. Haqiqatda, agar siz ovqatlarni tanlab yeydigan bo'lsangiz, kelib bu ovqatni обязательно yeb ko'rishingiz kerak. Yeb baho berib ketishingiz kerak. Wow. Judayam mazali, juda mazali. Judayam mazali. Bunga men gap so'zsiz 10 dan 10 qo'yaman. Keyingi sho'rvamiz bu lasosli sho'rva deb aytiladi. Hozir menyudan topamiz. Lasos baliq sho'rvasi tarkibida lasos, qaymoq va zarchava qo'shilgan ekan va eng ahamiyat berib qaraydigan joyimiz ustidagi yashillari bor-ku, bu o'simlik yog'idan, ya'ni zelyoniy bo'lgan, yashil bo'lgan o'simliklarni yog'idan olingan. Endi mazasini ko'ramiz. Mana aralashtirdik. Mana lasos, bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa issiqqina, ichingiz yayraydi ham. Ayniqsa hozir suv kunlarda suvini mazza qilib ichasiz. Yog'i hamcha noodatiy. Umuman необычный. Men ichmaganman. To'g'ri, baluli sho'rvalarni yeb ko'rganman, tayyorlab ko'rganman, lekin именно bunaqa retseptdagisini, bunaqasini ichmagan edim. Judayam mazali va bunga ham men aybini topa olmadim. Bitta ham aybini topa olmadim. Shuning uchun 10 dan 10 qo'yaman bunga ham. Ana endi quyuq ovqatlarga ham o'tsak bo'ladi. Quyuq ovqatni qaysi biridan boshlaymiz? Endi qaranglar. Keling, ajratib olamiz. Hozir ozdiradigandan boshladik. Zelyoniy salat, zelyoniy sup va lasosli sho'rva ichdim. Keling endi ozdiradigan lasosda yana davom etamiz. Bu endi qanaqa ekan? Mana bu lasos ustritsa qiyomiga belangan lasos ekan. Lasos ichida qo'ziqorin, jigarrang qo'ziqorin, shampinyonlar, unib chiqqan mosh va kunjut qo'shilgan ekan. Kunjutning masli qo'shilgan ekan. Hozir endi birgalikda mazasini ko'ramiz. Mana tegini ko'rsak bo'ladi. Mana tegida yo'da пророщенный mash ko'ryapsiz. Qo'ziqorinni 2 xili. Mana 2 xili va bu yoqda mana. Bu yoqda ham menimcha o'simlik yog' qo'shilgan. Endi hozir bularni mazasiga baho beramiz. Mana bu souslarga botirib turib iste'mol qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Judayam mazali. Judayam. Shunda sousiga aralashtirib turib, endi qo'ziqorinlarni ham yeb ko'ramiz. Ama bunga ham umuman bitta ham aybini topa olmadim va bunga ham albatta 10 dan 10 qo'yaman.
undan kam baho berish menimcha gunoh deb bilaman. Juda ham mazasi zo'r, juda ham. Eng muhim tarafi o'zi bir xil insonlar bo'ladi. Bu yuragida kimda yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha mochivina, kreatinin o'zi umuman plus 40, ayniqsa 50 dan keyin go'shtli yeyishi tavsiya etilmaydi. Undan ko'rasi o'simlik oqsilini va shunaqa baliq yeyish tavsiya qilinadi. Chunki dengiz mahsulotlari omegaga boy bo'lgani uchun moddalar almashinuvini ham tezlashtiradi va siz bu baliqlarni yeb turib, umuman vazn qo'shmasdan faqatgina vazn tashiysiz. Moddalar almashinuvingizni ham tezlashtirib olasiz va bunaqa mazalisini yeydigan bo'lsangiz, sizni nafaqat qomatingizda, balki sog'lig'ingizda ham hech qanaqa muammolar bo'lmaydi. 10 dan 10 qo'ydim. Ana endi semirtiradigan ovqatlarimizga keladigan bo'lsak, endi bu yerda semirtiradigan bu ovqatimizda bittagina kartoshka ekan. Bu bo'lsa qo'zichoni go'shtidan tayyorlangan. Ahamiyat beramiz. Bu go'sht ham umuman qovurilmagan, parda pishirilgan. Parda ham, bug'da ham spetsial o'zini texnikalari bilan tayyorlangani uchun hamma mazasi o'zida qolgan. Endi hozir menyuda topamiz. Buzoq go'shti va ustritsa mayonezi bilan salat. Va bu mayonezi ham o'zligi shu joyda svejiy tayyorlab, shu ovqatlarga qo'shib tayyorlab berishadi. Go'shtdan boshlaymiz. Go'shtlarini sousi bilan botirib yeb ko'ramiz. Mana souslari bilan, ya'ni mayonezlari bilan, o'zligi tayyorlagan mayonezlar bilan. Bu kafe именно ovqatni biladigan, ovqatga retseptorlari juda ham yuqori bo'lgan insonlar uchun ekan. Bu go'sht yesangiz, chaynab o'tirishingiz shart emas. Og'zingizda ham erib ketadi. Juda ham mazali. Hattoki men endi sizlarga ko'rinish uchun teskari yeyapman. Sousini o'zi, mayonezini o'zi juda ham mazali. Gap so'zsiz оформлениялariga qarang bularni. 10 dan 10. 10 dan 10. Va keyingi ovqatimizga keladigan bo'lsak, keyingi ozgina ovqatimiz bu hozir menyuda ham ko'rsataman. Kartofelni va bu kartofelni ham o'zini iste'mol qilmaysiz. Yonida shunaqa ashulari bilan sodda tilda, jaydar tilda aytadigan bo'lsak, mana issiq skоворodkada sir sousida pishirilgan kartoshka va go'sht. Bunda go'sht ham bor ekan. Bu yerda qaranglar. Ustida sir ekan, o'rtasida kartoshka mayda to'g'ralgan va sariyog'da qovurilgan. Endi buni tegini ko'taradigan bo'lsak, mana tegida shunaqa go'shtlari bor ekan. Buni sekin mana chetga olamiz. Mana chetga olamiz. Chetga olib mana go'sht. Mana endi biz buni go'shtidan ozgina hozir gamburger qilamiz. Go'shti bu yerda bundoq ikkiga buklab, hozir mana ikkiga buklab kartoshkani qo'yamiz. Va shu holatga keltirib, обязательно tegidagi yog'lariga botirib turib, piyozlari bilan bismillah deb yeymiz. Qizimga gapib bor edim. Больше не могу deb. Haqiqatda juda ham mazali. Men uchun faqatgina tuzi pastlik qildi, lekin mazasiga gap yo'q. Pichoq ham shart emas. Yana bitta gamburger qilib yuboramiz.
go'sht, ustiga kartoshka, sirlari bilan, souslari bilan qo'ydik. Yeymiz, osh bo'lsa. Men umrimda bunaqa ovqat yemaganman. To'g'risini aytaman, judayam mazali. Hattoki Yevropaga chiqqan bo'lsam ham, chet elga chiqqan bo'lsam ham, eng zo'r restoranlarga kirgan bo'lsam ham, lekin bunaqa mazalikni yemaganman. 10 da gap so'zsiz 10 da 10. Judayam yoqdi. Mazali. Albatta kelib yeb ko'rmasangiz bo'lmaydi. Endi sizlar bilan kulminatsion nuqtaga keldik. Kulminatsion nuqta bu Napoleon sloylarini ko'ryapsizlarmi? Endi kelinglar, bitta ochib ham ko'rsataman bu sloyni. Mana buni qaranglar. Bitta taxlangan. Mana bitta taxlangan. Mana. Bitta taxlangan. Buni kelganingizdan keyin sizga spesialni, spasiba. Sizga spesialni yoningizda tayyorlab berishadi. Uzr, men bu ovqatni men pomidor bilan yeyishim kerak edi. Pomidor bilan yemaman, lekin pomidor bilan birga o'zi qonun qoidasi bo'yicha pomidor bilan qo'shib turib yeyishingiz kerak. Kelsangiz shu men qilgan xatoni qilmang. Shu qolib ketibdi. Xo'p, endi Napoleon to'g'risida gapirayotgandim. Bu yoqda o'zi bizlar uni qiluvdik, zakaz qilgan edik, lekin ming afsuski, yangi yil bo'lib, bular ishlamasdan bozorlik qilishmabdi yoki qaysidir mahsulotligi yo'q ekan, xullas. Именно men krem katalanani zakaz qilgan edim. Bu umuman semirtirmaydigan, tarkibida na gluten, na laktoza ham yo'q, shakar ham yo'q. Buni yeb faqatgina ozib ketadigan shirinlik. Agar siz ozayotgan bo'lsangiz yoki gluten, laktozaga sezuvchanligingiz bo'ladigan bo'lsa, shakarsiz mahsulotlarni yeydigan bo'lsangiz, bu sizga 100% to'g'ri keladi. Lekin afsuski, hozir yangi yil bo'lib, mana shu krem katalani shirinligiga qo'shadigan mahsulotligi qolmay qolibdi. Shuning uchun buni tayyorlab berisha olmadi. Lekin biz o'sha Napoleonni zakaz qildik va bu Napoleonni обязательно hech qanaqa mana shunaqa qoshuv vilkalasiz, ya'ni pichoq vilkalasiz, qo'lda yesangiz maza qilasiz. Shunda olasiz. Hozir men sizga ko'rsataman. Qo'llaringizni yaxshilab birinchi navbatda yuvib olasizda. Undan keyin shundoq olib bismillah deb yeysiz. Vau, mana buni qaranglar. Это что-то с чем-то. Bismillah. Og'zingizda erib ketyapti. Buni именно aytaman, qo'lda yeyishingiz kerak. Qo'lda yemasangiz mazza qilmaysiz. Judayam mazali. Hammasiga men yuqori ballarni beraman, lekin mana shu imенно Napoleonga men 10 da 100 qo'yaman. Nega? Umuman shakari yuqori emas. Yoqimli, mana buni qaranglar. Bo'linib ketadi. Yeb to'ymaysiz. Judayam mayin, judayam mazali. Albatta kelib, hech narsani yemasangiz ham imенно shu Napoleon uchun kelib Ikonikka shu Napoleonga baho berib ketishingiz kerak. Imенно mendaka qo'lda yeb ketishingiz kerak. Mana shunaqa 4 kishi bemalol to'yadigan quyuq salatlarning bir necha xili, hattoki oxirida o'sha Napoleon shirinliklarigacha umumiy shot 1 million
166 ming bo'ldi. 1.166.000 so'm bo'ldi. Bu degani deyarli $100 bo'ldi. $100 bo'ldi, lekin bu yerda umuman obslugaga, ya'ni xizmatga umuman olishmas ekan. Obsluga puli bu yerda yo'q. Obslugasiz shu hamma narsalarimizni, kofe, ichimliklar hammasi $100 ga tushdi. Endi o'zimizlarni 3 ta kategoriyaga keladigan bo'lsak, birinchisi bu obsluga, ya'ni xizmat ko'rsatishga men 10 da 10 qo'yaman. Bu yerda bitta qiz shundoq kirishimiz bilan, hattoki kirmasdan tashqaridan bizlarni shunaqa kulib kutib oldilar, ustilarimizni yechib, osib, kamchiliklar yo'qmi deb 10 marta xabar oldilar va men xizmatga 10 da 10 qo'ymasam bo'lmaydi. Ikkinchisi ovqatlarning mazasiga, har bittasiga men bittasiga 10 da 9 qo'ydim, qolgan hammasiga 10 da 10 qo'ydim va puliga keladigan bo'lsak, pulini albatta o'zingiz shu ovqat salatlarga shu narx qancha deb bilasiz, ya'ni arzonmi yoki qimmatmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham qiziq va keyingi safar qaysi lokatsiyalarga, qaysi mehmonxona, qaysi restoranlarga borib, u yoqni obzor qilishimizni xohlaysiz, kommentariyaga uni ham yozib qoldiradigan bo'lsangiz, sizni fikringizdan kelib chiqib, ko'p yig'ilgan ovozli joyga borib, yaxshilab, xuddi shunaqa qilib, obzor qilib, kategoriyalarga baho berib kelamiz.